Assalomu alaykum. Klassik men do'konimizga xush kelibsiz. Nimalar kerak? To'y boshladinglarmi? To'y boshladik. Keling. Bu yerdagi kostyumlarning hammasi kostyum-shimlar birinchi qo'l chiqqan. Oldinlari 300-400 dollarga sotilgan. Hozirlikda to'y mavsumi boshlangani uchun atigi 100 dollar evaziga beryapmiz. Bu bejeviymi? Yo'q, qizil. Ha, bejviy. Yoqdimi? Mana shu ham chiroyli turadi. Bu zo'r ekan. Buni ichida nimchasi bormi shunda? Yo'q, babichkasi bor. Ha, nimchasi bor, ko'rib turibsiz-ku, qora, barxitdan qilingan. Bular ham 100 dollarga beriladi. Birinchi qo'l. Bu yo'l ekan-a? Yo'q, kletka. Ha, yo'l. Mamchorasi chiroyli turadi kuyovlarga kiyishsa. Alohida ajralib turadi. Qarang, chegirmada oladigan bo'lsangiz, men hozir kassirmizga aytaman, sizlarga zo'r chiroyli narx qilib berishadi. Bo'ladimi? Men bitta aylanib kelay. Yo'q. O'zi olmaydi. Yana bahona qilib aylanib ketadi. Chegirmani aytgan bo'lsam, birinchi qo'lligini aytgan bo'lsam, sifat yaxshiligini aytgan bo'lsam, yana nima kerak? Xonimlar. Assalomu alaykum, keling. Kostyum shim bormi?